Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. O'zbekiston tarixi telekanali hamda O'zbekiston Fanlar akademiyasiga qarashli Tarix institutining bir guruh olimlari Pokiston safarida bo'lib qaytdi. Albatta, bu safarda biz Bobur bog'larini ham o'rganib qaytdik va kelib manbalar bilan taqqoslaganimizda, albatta bu bog'lar Amir Temur bog'larining andozasi ekanligini angladik. Qadrli teletomoshabinlar, bugungi ekspeditsiyamiz Pokiston hamda ana shu o'lkadagi Bobur bog'lari haqida bo'ladi. Demak, efirda ekspeditsiya ko'rsatuvi. Akademik Azamat Ziyo boshchiligidagi ekspeditsiya a'zolari Pokistondagi Boburiylar tomonidan bunyod etilgan Shalimar bog'ini borib ko'rdi. Bu bog' oradan 500 yilcha vaqt o'tganiga qaramay, o'z muhtashamligini saqlab qolgan. Sun'iy sharsharalar, podshoh taxti, sozandalar uchun maxsus sahna, atrofdagi favvoralar, malikalar uchun ko'shklar barchasi hayratimizni oshirdi. Mana bu marmarlar tepadan suv oqib keladi-da, buni sharshara vazifasini o'tagan. Ko'ryapsiz, mana bu suv sakrab sharshara vazifasi. Uning naqshlari ham bor. Mana bu yerga kelib yana suv bu pastga tushadi. Pastga tushganidan so'ng endi mana ko'ryapsiz, mana marmarlar bu o'tib ketadi. Ya'niki bu yerda podshohning taxti turadi, Shohjahonning tovus taxti bo'lgan. Suv buni tagidan o'tadi va bu endi bu katta hovuzga. Bu yerda o'rtada ko'ngilotcharlar, ya'ni o'sha paytlarda raqqosalar, ulon o'ynatuvchilar, Boburnomada ham bor, har xil nimalar o'zlarining hunarlarini ko'rsatdi. Ya'ni asosiy maqsad podshohning ko'nglini olish. Bu tarafda, o'ng tarafdagi qarang qizil rangli binoda va bu tarafda qizil rangli binoda esa o'sha xizmatkorlar, musiqachilar o'tirishgan. Malikalar albatta endi podshohning yonida atrofida bo'lmoqchi kerak. Buni usti ham qachonlarda yopilgan bo'lgan, hozir ochiq turibdi. Sohibqiron Amir Temur hazratlarining bunyodkorlik yo'lida qilgan ishlari uning avlodlariga an'ana bo'lib qoldi. Bu an'anadan buyuk vatandoshimiz Zahiriddin Muhammad Bobur ham chetda qolmagan. Hind o'lkasida turli muhtasham binolarni qurib, ularning atrofini bog' va rog'larga aylantirgan. Bobur podshoh vafotidan keyin qariyb 5 asr vaqt o'tishiga qaramay, uning avlodlaridan qolgan tarixiy, madaniy meros hanuzgacha jahon xalqlarini hayratga solib kelmoqda. Bu bog'lar asrlar o'tsa-da, mukammalligi jihatidan hali hanuz o'z tarovatini yo'qotmagan. Amir Temur bobomiz umuman Temuriylarni birgina bizni tarixda emas, kishilik o'tmishida. Man jahon taraqqiyoti qilgan ishlarini baholasangiz, bu qanaqadir bir tengsiz. Biz endi o'rganib qoldik, ikkinchi uyg'onish davri, Temuriylar oltin chog'i deyishga. Men sizga bitta misol keltiraman. Ulug'bek bobomizni o'sha rasadxonasi. Biz uni hozir xarob ahvolini ko'ryapmiz. Ya'ni bir qismi qolgan. Zahiriddin Muhammad Bobur bobomiz ham uni 3 qavatli deb ta'riflaganlar va uni asosiy chizmasi ham qilingan. Hozir shu chizmasini ko'rsangiz ham bugun ham uncha hal qila olmaydi bunaqa ish. Mana o'zingiz bilan birga shu Lohirni qator tarixiy madaniy yodgorlikda bo'lganimizda o'shalarni ko'rib o'zimiz hayron qoldik. Endi tasavvur qiling, Amir Temur davridagi Oqsaroy qanaqa bo'lgan? Ko'ksaroy qanaqa bo'lgan? Yoki o'sha haligi rasadxona qanaqa bo'lgan? Mana shu ma'noda Boburiylar bizni o'zbek millatiga xos bo'lgan, bizning qonimizda bo'lgan madaniyatda, bilimni o'sha paytda Shimoliy Hindistonga olib borib yoydilar. Uni urug'larini ekdilar. Bekorga pokistonlik hamkorlarimiz bizga madaniyat, ma'naviyat doim shimoldan kelgan, Turondan kelgan degan gap aytmadilar, o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Men ular bilan umuman Pokistonga borishimdan menda asosan bitta muddao bo'lganki, u yerdagi qo'lyozmalarni qo'lga kiritish,
arxiv hujjatlarini qo'lga kiritish va mutaxassis tayinlash masalasidan borgan. Lekin ular menga murojaat qilib, siz bizga mutaxassis tayinlab bering. Chunki sizlarning yurtingizda ma'naviyat kuchli, sizlarning yurtingizda madaniyat kuchli, sizlarning yurtingizda prezidentingiz tomonidan olib borilayotgan siyosatda ma'naviy, ma'rifiy yo'nalish juda ham kuchli. Eshitdingiz gaplarni. Biz Pokistondagi Kallar qahardagi taxti Bobirni ham borib ko'rdik. Necha asr o'tishiga qaramasdan bu yerlarda hali ham Bobir bog'lari saqlanib qolgan. Bu hammamiz uchun ulug' baxt. Ulug' baxt. Ishonchim komil. Shu yaqin yillardan boshlab juda ko'plab yurtdoshlarimiz mana Pokistonga kelib, bobomiz qadamlar yetgan mana shunday muqaddas yerlar, undan tashqari u kishining merosxo'rlari, Boburiy hukmdorlar yaratgan juda ham ko'plab me'moriy obidalarni albatta o'z ko'zlari bilan ko'radilar. Endi mana shu yerda turib men nimani o'yladim? Siz mana hozir savol tashladingiz. Qanchalik buyuk inson bo'lgan. O'sha qarashlari, fikrlari qanchalik ulug' bo'lgan. O'zi o'ylaydi mana shu yerda tosh Bobur bobomizgacha bilmayman, minglabmi, 100 minglabmi, million yillar turgan shu tosh. Mana shu ko'lam bo'lgandir, million yillar. Ammo aynan shu toshni ustiga taxt qo'yishni o'ylash, uni yo'ndirish. Men hali sizga aytdim, bizda o'sha harbiy yurishlar haqida so'z ketganda go'yoki 1000 ta odam, 10 000 ta odam, 100 000 ta odam shunday otni ustiga o'tirib ketaveradi. Yo'q, bu juda katta bir xo'jalik bo'lgan. Katta bir o'ziga xos bir ishlab chiqarish bo'lgan. Bu bizni milliy harb ishimizni madaniyati bo'lgan. Bu bog' soldirish har kimni ham fikriga ham kelavermaydi, fe'liga ham to'g'ri kelavermaydi, qo'ldan ham kelavermaydi. Va yana bir joyi borki, bu joylar Turkka tegishli joylar edi. Ya'ni men bu yerda mehmon emasman, men bu yerda bosqinchi emasman. Bu aslida o'zimizning yerlar bo'lgan degan o'sha zamonga mos ravishda aytildi. Bu yerdagi biz hozir pokistonlik hamkorlarimiz bizni kuzatib o'sha mehmondo'stlik ko'rsatib kelayotgan do'stlarimiz, Muslim instituti vakillari ham birinchi aytgan gaplari shunday bo'ldiki, sizlar bu yerga Bobur merosxo'rlari keldilar degan fikr aytdilar. Men aytdimki, faqat biz emas, merosxo'r, sizlar ham merosxo'rsizlar. Hammamiz bu meros egasimiz va bu merosni biz ko'z qorachig'ida asrashimiz kerak va xalqlarimizga, butun dunyoga ko'rsatishimiz kerak. Bog' yaratish katta ilmni talab etgan. Geografik joylashuv, tabiiy suv zaxirasi, yer osti daryolari bog' yaratish uchun muhim omil hisoblangan. Bog'da suvni to'g'ri taqsimlash, bog'ning geometrik muqimligini yaratish, mavsumning qaysi paytlarida bog'ni sug'orish ishlari mukammal o'ylangan. Prezidentimizning Bobur bog'larini yaratish, mana shu loyihani qilish tashabbusi juda ajoyibda. Chunki bu bog'lar aslida bizda bo'lgan. Masalan, siz aytyapsiz, mana qisman ko'rib keldik. Hali u buzilib, bosqinchilar, inglizlar tomonidan buzilib shuncha qolganida hayratimiz shunchalikda, Azamat aka. Endi buni tasavvur qiling, O'zbekistonda mana Toj Mahaldan ham zo'r bino qurishga qodirligimizni ko'rsatib qo'ydik. Demak, Bobur bog'larini, Temur bog'larini undan ham chiroyli qilib yaratish imkonimiz bor ekan. Albatta, mana o'sha Andijonda milliy yetakchimiz tomonidan topshiriqlarga ko'ra shu Bobur bog'i yaratilyapti. Unda shu Zahir Muhammad Bobur va Boburiylar davri bilan bog'liq bo'lgan eng asosiy me'moriy yechimlar qo'llanyapti. Yoki bo'lmasa mana Pokiston poytaxti Islomobodda Bobur bog'i yaratilyapti. Ammo boshqa bir masala bor bu yerdaki, nimaga ilgari shunday ishlarni qila olmadik degan savolni qo'yishimiz kerak. Bunaqa paytlarda to'g'ri yutuqlar bilan faxrlanishimiz kerak, g'ururlanishimiz kerak, quvonishimiz kerak. Lekin mana shu yutuqlarni tubida nima yotibdi? Qanday qilsak biz bu yutuqlarni saqlab qolishgina emas, yanada oshirishimiz kerak degan savolni o'zimizga berishimiz kerak edi. Buning uchun eng zo'r savol, hop nega oldin bu ishlarni qila olmadik degan masaladir.
qilolmaganimiz sababi birinchi navbatda shu o'z paytida biz davlatchiligimizni yo'qotib qo'ygan. Davlatni mazmuni bitta baxt degan o'zi. Ya'niki agarda bugun ba'zi bir olimlarni izlanishlarini ko'rsangiz 2000 ta xalq bor deydi, ba'zi birlari 5000 ta xalq bor deydi. Undan qat'iy nazar. Lekin davlati borlar 200 ta chiqmaydi-da bu. Davlatchilik har bitta xalqqa ham, millatga ham nasib qilavermaydigan bir tengsiz omil. Shuning uchun davlati bor, eli bu baxti bor. Biz o'z paytida shu baxtimizni qo'ldan chiqarib qo'yganmiz. Va 1991-yilda biz davlat mustaqilligimizni tiklab va baxtimizni yana shu o'zimizga qaytish uchun imkoniga ega bo'ldik. Amir Temur bobomiz paytida yoki mana Boburning o'zi keyin ayniqsa Akbar qudratli davlat bo'lgan. Davlat qudratli bo'lmasa, davlatning kuch qudrati bo'lmasa, muvaffaqiyatli ishlarni qilib bo'lmaydi. Bugungi ko'rib turganimiz Islom sivilizatsiya markazi, Imom Buxoriy majmuasi, milliy energetika tizimimizda bo'lgan o'zgarishlar, quyosh, shamol o'choqlari, katta korxonalar, yo'llar, biz og'zimizni bir chekkasidan chiqib ketyapti. Mana xususiy yo'llar, shuncha 100 kilometr, unday, bunday. To'g'rimi? Katta korxonalar. Termizga borib hayron bo'lib keldim. U yerdagi baland qavatli majmualar, mavzelar bitta Termizda emas, butun O'zbekistonda ahvol shu. Bu nimani belgisi? Bu davlatimizning kuch-qudratini ko'rsatyapti. Bobur hazratlarining qadamlari yetgan joyda albatta bitta iz qolgan. Shulardan biri Afg'oniston poytaxti Qobul shahrida bunyod etilgan ajoyib tarovati betakror bog'i Boburdir. Bobur podshoh Kobulga qadam ranjida qilar ekan, bu yerning ob-havosi, iqlimi, bepoyon yaylovlari, shifobaxsh suvlari ul zotni hayratda qoldirgani Boburnoma asarida takror va takror qayd qilingan. Mazkur bog'dagi 7 iqlimdan keltirilgan anvoyi gullar, mevali va manzarali daraxtlar hanuzgacha poytaxt shaharning ko'rki bo'lib hisoblanadi. Hindistonda bog'dorchilik san'atini san'at darajasiga olib chiqqan shubhasiz Boburiylar bo'ladi. Uning asoschisi to'g'ridan-to'g'ri Zahiriddin Muhammad Bobur nomi bilan bog'liq. Bobur endi Turan o'lkasida biron bir me'moriy yodgorlik qoldira olmadi. Ma'naviy yodgorligi bor, bizga yetib keldi deylik, uning asarlari boshqasi. Moddiy yodgorliklarni Bobur faqatgina Amudaryoning chap sohilida boshladi. Taqdir taqozosi bilan Bobur chiqib ketganidan so'ng birinchi uning dastlabki Bobur yaratgan bog'lar Kobul va Kobul atrofida bo'ladi. Bobur bu ishlarni qachon boshladi va qachon bunga mehr qo'ydi degan savol tug'iladi-da. Boburning asosiy maqsadi Temuriylar saltanatini saqlab qolish edi. Agar Boburnoma sahifalarini varaqlasangiz, Bobur Samarqandni hayrat bilan ta'riflaydi. Bobur shunday ta'riflaydiki, o'sha paytda uning ulug' bobo kaloni Amir Temur Samarqandni yer yuzining eng go'zal shahriga aylantirdi. Ana shu go'zallikning ziynatlaridan biri shubhasiz bog'lar edi. Bobur shunaqa ta'riflarni keltiradiki, Amir Temur qurgan bog'lar, ya'ni shahar atrofida, tashqarisidagi bog'lar haqida ketganda, katta bog'lar, ular soni 12 ta bo'ladi. Va bu bog'lardagi chorchamanlar, undagi ko'shklar, shiponlar, saroylarda badiiy tasvirdan ham foydalanadi. Bobur aytadiki, Amir Temur Hindistonga yurishi tasvirlangan deydi. Endi Kobulga borgandan so'ng Boburning dastlabki bog'i, endi bugungi kunda bog'i Bobur deb ataladi, lekin aslida bog'dorchilik barcha Temuriylarda bor edi. Ya'niki bog'roqlar yaratish uslubi, san'ati demoqchiman. Bobur onasi vafot etganida Navro'ziy bog' deb atalgan bog'ni Boburning amakisi Mirzo Ulug'bek Kobuliy qurdirgan. Boburning o'zi aytadiki, egalarini rozi qilib, onasini o'sha joyga dafn etadi. Lekin Gulbadan begim buni aniq pulni ham keltirib qo'yibdi, 1000 tanga berib deydi. Ya'niki amakisi Mirzo Ulug'bekning farzandlari Abdurazzoq Mirzo edi bittasi, yana qizlaridan bittasi bor. Ularni hammasini rozi qiladi.
va onasini o'sha joyga Bobur dafn etgan. Bugungi kunda bu joy Bog'i Bobur deb ataladi Kobulda va har yili Navro'z bayramini o'sha yerda nishonlashadi. Endi bu bog' sahnalardan iborat, endi tog'li joy-ku. Ya'niki u yerda maqbaralar ham bor. Bugungi kunda Temuriylarning, Boburiylarning eng asosiy xilxonasi mana shu Bog'i Bobur sanaladi. Ya'niki u yerda Boburning onasi dafn etilgan, undan keyin o'zi dafn etiladi, opasi Xonzoda begim, o'g'li Hindol Mirzoning qizi Ruqiya Sulton begim va boshqalar. Vaholanki Ruqiya Sulton begim Hindistonda vafot etadi. Yana bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. Nafaqatgina Temuriy hukmdorlar, balki malikalar ham bog' qurgan. Buni ham aytib o'tishimiz kerak. Ana shu Kobulda shahraro bog'i bor. Endi ko'plar buni chalkashtirishi mumkin. Endi Boburning Shahrboni degan singli egachisi bor edi-ku. Yo'q, aslida bu Jahongir nomi asarida oradan necha yillar o'tib, ya'ni Boburiylar davlatining 4-hukmdori Nuriddin Muhammad Jahongir 1607-yili Kobulga tashrif buyurganida mana shu shahraro bog' haqida gapiryapti, aytadiki, ya'ni kitobda bayon etyapti. Bu bog' deydi Bobokaloni Bobur haqida gapirib, Bobur podshohning ammasi deydi. Ya'niki Sulton Abu Said Mirzoning qizi Shahraro begim bo'ladi. Ya'niki o'sha paytlarda siyosiy vaziyatlar tufayli Temuriylar davlati saltanati tugallanib, malikalar sarson sargardon yurganda Bobur ularni Kobulga chorlaydi birinchi. Ana o'shanda bu ayol kelganida ularga to'g'ri joy ajratib beradi, lekin ularni bog' solgan. Har bir malikaning o'zining oladigan daromadi tushadigan yerlari bor edi. O'sha olingan daromadni bu malikalar xayriya sifatida yetim yesirlarga yordam berish, bog' yaratish, madrasa qurishlariga sarflagan. Hozirgi kunda Bog'i Bobur sayilgoh bo'lib, davlat, jamoatchilik tomonidan o'tkaziladigan ommaviy anjumanlar markaziga aylangan. Bobur podshoh hayotlik davrida Bog'i Istolib, Bog'i Navro'ziy, Bo'stonsaroy, Chorbog', Bog'i Behishti, Bog'i Nur, Bog'i Xilvat kabi ajoyib betakror bog'larni bunyod ettirgan. 1508-yilda Valiahd Humoyun Mirzo tug'ilishi sharafiga Odinapur shahrida Bog'i Vafo deb nomlangan bog'ni tashkil qilgan. Bu bog'da gullar, mevali va manzarali daraxtlar asosan To'rondan keltirilgan bo'lib, ul zot bu haqda ona yurtimni eslatib tursin deb niyat qildim degan ekanlar. Bobur podshoh har yilgi safari oldidan ana shu bog'da ziyofatlar, harbiy harakatlarga tayyorgarlik yuzasidan mashvaratlar o'tkazgan. Hozirgi Jalolobod shahri Afg'onistonda bu aslida eski nomi Odinapur edi. Jaloliddin Muhammad Akbar Boburning nabirasi o'sha joyda bog'lar va shaharni qayta qurish oqibatida Jalolobod deb ketildi. Ana shu joyda Odinapur bog'ida Bobur shunday bir bog' qurdiradiki, bu bog'ni Bobur keyinchalik o'zi ta'riflab o'tadi. Buni Bog'i Vafo deb aytadi. To'g'ri, ba'zi olimlarimiz uni Kobulda deb xato qilishadi, lekin bu ancha orasi uzoqroq joy. Ya'niki demoqchiman, nafaqatgina Kobulda, undan tashqari joylarda ham Bobur bog'lar yarattirdi. Bog'i Vafoni haqida Bobur shunday bir ta'riflarni keltiradiki, ayni kuz payti bo'ladi. Demak, Bobur oxirgi marta Hindiston safariga, harbiy safarini amalga oshirayotganda o'sha Odinapurdagi Bog'i Vafoda to'xtaydi. Umuman o'sha bog'larda to'planish bu Temur paytidan beri bor narsa edi. Ya'ni cherik maslahati uchun deyiladi. Amir Temur biron joyga harbiy safar uchishdan oldin shahardan tashqariga chiqib, chunki kelayotgan qo'shinlarni ko'rikdan o'tkazadi, ularni nima deydi, lashkar boshlarga ziyofat berish va hokazolar o'sha joyda o'tkazadi. Bobur esa o'sha Bog'i Vafoda to'xtaydi. G'aznidan Xo'ja Kalon boshliq qo'shin yetib kelish kerak, Badaxshondan Humoyun boshliq qo'shin yetib kelish kerak bo'ladi. Ana shu yerda Bobur bog'ni ta'riflaydi. Bobur aytadiki, mohir musavvirlar ham deydi, bunaqa chizolmaydi deydi. Bog'i Vafoda ayni mevalar bu endi noyabr oyining 2-yarmi bo'ladi. Mevalar g'arq pishgan payti, barglarning oltin rangga kirishi, u yerdagi anorlarning pishganini shunaqa chiroyli Bobur ta'riflaydi-da, bir ajoyib so'zni ishlatadi. Bu bog'ning qiymatini deydi, kimki xaridorlik ko'zi bilan ko'rsagina uning haqiqiy bahosini beradi deydi. Ya'ni siz sotuvchi bo'lsangiz,
bu bog' uchun pulni ayamaysiz, chunki shunaqa darajada chiroyli bog' edi. Keyin Bobur albatta o'sha Hindistonni zabt etganidan so'ng Bobur o'rga qilgan yurish haqida gapiradigan bo'lsak, o'zining merosi yerlari deb qaradi. Qadim tulkka taalluq yerlar edi deyapti. Buning ustiga Temur tasarrufidagi joylar edi. Va Bobur o'sha yerda borishi bilan masalan deylik, birinchi Bobur endi harbiy jang endi o'sha Panipatda bo'ladigan bo'lsa, men Panipatga borganman. U yerda Kobuliy bog' degan bog' hozirgi kungacha saqlanib turibdi. Boburning yirik sarkartalaridan biri bog' toshgandek qurgan masjid ham saqlanib turibdi. Va Odilbek aytganday ham madrasa, ham maqbara, ham masjid, bog' bular bir-biri bilan tutash, yonma-yon birgalikda quriladi. Ya'niki shaharga ko'rk beradi, dam olish maskani, havoni tozalash, ayniqsa Hindiston iqlimida bu juda kerakli narsa edi. Endi Dehli Agrada qurilgan bog'larni sanab sanog'iga yeta olmaysiz. Bizdagi Boburnomaning o'zida keltirgan bog'larning o'zi qanchagina? Bog'i Zarafshon, Bog'i Afshon, Bog'i Nurafshon, keyin mana Oram bog'. Keyinchalik hindlar buni Ram bog' deb o'zlashtirib olishdi. Nomi o'zgarib ketdi hozirgi kunda. Bu Oram bog' edi. Hindlar o'zlarining ma'budasi Ram nomi bilan Ram bog' deb o'zlashtirib ketdi. Bu bog'larda nimalar bor edi? Birinchi o'rinda chorbog' usulidagi 4 ta bog'ning biriktirilishi, bog'ning o'rtasida ko'shk yoki maqbara va hokazolar. Va chorchamanlar bo'ladi uning o'rtasida. Havuz bo'ladi. Mana shunday bog'lar juda ko'paydi. Shunisi ajablanarliki, Hind o'lkasining iqlim sharoitidan kelib chiqib, bu bog'larda anvoyi gullar, mevali daraxtlar qisman ekilgan bo'lsa-da, ammo asosan qadimdan Hind diyorida o'sib moslashgan daraxtlardan ham foydalanishgan. Shuningdek, bog'larning nomlari ham bo'lganki, toifasiga qarab ular turlicha nomlangan. Bog'i Jilovxona, O'rta bog', Bog'i Sur'at, Bog'i Ajam, Bog'i Orom, Bog'i Mohtoblar va hokazo. Afsuski, bu bog'larning aksariyati hozirgi kunda manbalardagina saqlanib qolgan yoki boshqa nomlar bilan atalgan. Zahiriddin Muhammad Bobur va uning avlodlari tomonidan o'sha hozirgi Hindiston, Pokiston, Afg'oniston diyorlarida qurilgan bog'lar, o'sha Boburiylar hukumati, hokimiyati, saltanati bo'lgan hududlarda qurilgan bog'lar haqida gapirganda oldin ushbu bog'chilik, bog' qurish, bunyodkorlik ishlarini tarixiy ildizlari qayerdan ekanligi to'g'risida ham gapirish biroz kerak. Albatta bu bog'dorchilik, bog' qurish an'anasi demak Boburiylarni bevosita ajdodi bo'lgan Temuriylar bilan bog'liq, xususan bobomiz Sohib Quron Amir Temur bilan bog'liq bo'lib hisoblanadi. Biz bilamizki, Amir Temur o'zlari demak bir qancha bog'lar qurdirganlar, hatto Taxti Qorachadagi bog'ni deydi Ibn Arabshoh shunaqa katta edi, ulkan ediki deydi. Shu ot yo'qolib qolib, otni qidirishgan bir oylab. Demak, shu darajada katta bog' bo'lgan. Ya'ni bu bizga Temuriylar, Amir Temur bog' qurish an'anasi, tajribasi va uni demak qanaqa yirik katta bir nimada bo'lganligi to'g'risida tasavvurimizni paydo qiladi. Qanaqa yirik bo'lgan bu bog'lar degan. Ikkinchi masala bevosita Amir Temur yoki Temuriylar, Boburiylar, Zahiriddin Muhammad Bobur bog'larni qurishda bir necha maqsadlarni belgilagan. Ya'ni biz hozir bog' deganda, shu park deganda istirohat bog'i va uni qanaqadir yengil tushunamiz va buni qanaqadir bayramlarda, sayllarda demak nima deydi, aholini aylanishi bilan bog'laymiz, lekin buni har bitta yo'nalishda o'zini nima deydi, vazifasi, maqsadlari bo'lgan. Siyosiy vazifasi, ya'ni u siyosiy maqsadlarda bog' nimaga xizmat qilgan, ijtimoiy iqtisodiy maqsadda va madaniy maqsadlarda demak har bitta yo'nalishda o'zini bog'ni demak o'sha funksiyasi, vazifasi bo'lgan. Xususan mana bog' qurganda biz Klavixoda keladi u Amir Temurning bog'larida siyosiy nimasi bu hokimiyat belgisi. Xuddi shu narsani biz Hindistonda ham ko'ramiz. Hindistonda Bobur qaysi bir hududni markaz sifatida e'tirof qilsa, bu poytaxt bo'ladimi yoki markaziy shahar bo'ladimi, valiahd turadimi yoki qanaqadir nima strategik ahamiyatga ega shahar va uni markazida albatta saroy va o'sha saroyda bog'. Bu birinchi navbatda o'sha siyosiy bir hokimiyat belgisi o'laroq qabul qilingan va ikkinchisi bu bog'larning yana bir siyosiy nimasi bu
tashqi aloqalarda elchilarni qabul qilish vazifasini bajargan. O'sha Klavixonni yana eslaydigan bo'lsak, demak uni ham qabul marosimi Ispaniya elchisini ham va boshqa elchilarni, xususan Xitoy elchisi boshqalarni tilga oladi, hammasini Amir Temur bog'da qabul qiladi. Demak, bog' nafaqat demak oddiy qanaqadir hozirgi tushunchadagi bir saylgoh ma'nosida tushunilishi kerak. U davr uchun demak bog' bu hokimiyat belgisi, demak elchilarni qabul qilish marosimlarini o'tkazish bir makoni, yeri va qolaversa mana shu davlatni kuch-qudratini ko'rsatuvchi makon hisoblangan. Xuddi shu narsani biz hashamatini afsuski Temuriylar bog'lari bizni Turkistonda saqlanib qolmadi. Manbashunos olim Odiljon Zaripov bizga qiziq bir holatni aytib berdi. Boburiylar bog' yaratish uslubini Temuriylardan o'rgangan bo'lib, bu borada Qur'ondagi jannat bog'larining tafsiridan foydalanishgan ekan. Isfahoniy degan bir kishi Badaxshonda Donishnomai Jahon degan kitob yozgan, asar yozgan. Unda o'sha tuproq, suv, koruzlarni qanday topish kerak, ya'ni suv injenerligi, suv muhandisligi to'g'risidagi bir qimmatli manba hisoblanadi. Bu Sulton Abu Said Temuriy ga atab yozilgan asar hisoblanadi va unda demak mana shu ariqlarni aniqlash, suv osti ariqlarini aniqlash to'g'risidagi qimmatli bilimlarni beradi. Endi mana shu ariqlarni bog'da ishlatilish masalasiga kelsak, Chorbog'da biz bilamiz, o'sha har bitta Boburiy bog'ga borganimizda 4 tomondan o'sha suv oqayotganini ko'rishimiz mumkin. Buni o'sha davr manbalarida hikmatini quyidagicha bildiradilar. Endi 4 tomondan agar biz moddiy jihatdan oladigan bo'lsak, bu 4 tomondan kelgan suv o'sha joyini ekotizimini ta'minlashi kerak bo'lgan, suv bilan ta'minlash kerak bo'lgan va 4 tomondagi gul va daraxtlarni suv bilan demak o'sha sug'orib turish kerak bo'lgan. Endi hikmat masalasiga kerak degan bo'lsak, buni nima bilan bog'laydilar? Bog' bu demak yerdagi jannat. Ya'ni o'zi jannat so'zni ham arabcha so'z, demak jannat so'zi ham bog' ma'nosini anglatadi. Hatto masalan Temuriylarda ham, Boburiylarda ham o'sha jannatga bog'lash, bog'larni jannatga bog'lash tushunchasini ham ko'rishimiz mumkin hikmat jihatdan va shu 4 ta ariqni o'sha Qur'ondagi oyat bilan bog'laydilar. O'sha Muhammad surasida keladi, ya'ni mu'minlarga o'sha jannat tavsifi qilinayotganda jannatni 4 ta arig'i bor deydi, 4 tomondan oqayotgan. Bittasi deydi o'sha ta'mi buzilmaydigan toza suv. Ikkinchisi achimaydigan deydi sut. Uchinchisi lazzatli shirin sharob deydi va to'rtinchisi sof asal deydi. Ya'ni 4 ta moddadan oqadigan ariq tavsiflanadi Qur'onda va bu oyatda demak nima keladi? Mo'min musulmonlarga jannat tavsifi, jannat bashorati, 4 ta ariqni tavsifi va oxirida uning demak mevali daraxtlar bilan demak boy ekanligi masalasi keladi va o'sha biz safarimiz davomida o'sha Shalimar bog'ini yoki Vaqt bog'ini aylanganimizda o'sha yerda bir olim kishi qiziq narsani aytdilar. Haqiqatan ham buni manbalar keyinchalik tasdiqladi. Bu o'sha 4 ariq tushunchasi bu o'sha Qur'ondan, bu islom tushunchalari bilan bog'liq, islom falsafasi bilan bog'liq deganlarda keyin men demak mana shu narsani ham bir izlandim. Haqiqatan ham manbalarda ham hikmatini shu bilan bog'lash masalasi bor ekan haqiqatan ham. Demak, chunki bizning ota-bobolarimiz har bitta narsani qurayotganda uni ham moddiy ham ma'naviy jihatlarni hisobga olishgan va aytish mumkinki mana shu demak tavsifda ular harakat qilishgan. Mana shu yer yuzida mana shu jannatga o'xshash, jannat monand bir bog'larni yaratish, o'zlarini shu orqali demak kuch-qudratlarini ko'rsatish masalasi. Bobur bog'lari o'z nomi bilan shu kungacha jahonga mashhur. Hazrat Zahiriddin Muhammad Bobur podshohni bugungi kunda bosqinchi deb atayotganlar qattiq adashadi. U Turon madaniyatini Hind o'lkasiga olib bordi. Go'zal binolar va bog'-rog'larni Hind xalqiga meros qilib qoldirdi. Bugungi kunda turizm ortidan hali hanuz bu binolar va bog'lar Hindiston iqtisodiyotini boyitib keladi. Zero ezgulik bilan qilingan ishni tarix hech qachon o'chirib yubormaydi.
Bugun biz sizlarga Bobur bog'lari haqida hikoya qildik. Albatta, bunday bog'larni Temuriylar davrida ham nihoyatda ko'plab yaratilganligini mana manbalar orqali bilib oldingiz. Albatta, biz keyingi ko'rsatuvlarimizda mana shunday siz uchun qiziqarli bo'lgan manbalarni e'lon qilib boramiz. Hozir esa ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'ling.